tilla kimni chizgan chizig'idan yurishini ko'rsataymi. 2.6 bo'yicha nechidan sel beryapti? 51.72 dan. Demak, sel bor. Endi bu yerda boshqa strategiya orqali kirilgan buy 51.46 dan. Yana buy bor. Undan keyingi buy ushlanyapti yuqorida 52.10 dan. Nima uchun sel? Minimumdan maksimumgacha o'lchandi 2.6 ga bo'lindi. 52.10 dan sel. Вот, сделка. Narx shunday tushib kelyapti. Bu yerdan 4-сделка buyga ochilyapti. Nima sababdan? O'lchandi 2.6 ga bo'lindi, zona 51.55 dan buy. 51.55 dan buy. Va narx shunday tepaga chiqib bordi, 5-сделка ochilyapti. Вот. Matematik. Вот sel.